Xo'p, nima degani bu? Endi qaranglar, boshidan boshlaymiz mavzuda. Sizlar mutaxassislar nimada? Mutaxassislar muqobil energiya. Diplom nima beradi? Energetika beradi, to'g'ri? Energetik qanday odam? Kim aytadi? Fikrlaringiz. Uchinchi kurs o'tib, jim o'tirsalar ular. Nima degani davomli? Energetik. Elektr toki bo'yicha ishlaydi. Nima qiladi? Montaj qiladi. Montaj qiladi. Kalla qo'yding. Elektrik deb ham energetik deb so'radi. Nima qiladi? Ishlab chiqarish stansiya bo'ladi. Kamila nima qiladi? Alo. Energetik. Qanday vazifa bajaradi? Ha? Hammalar uydagi problema bilan kelasizlar. Energiya sohasida ishlaydigan mutaxassis. Nima ekan? Ma'lumot. Energiya sohasida ishlaydigan mutaxassis. Ma'lumot turmadi o'tdi-da, sen kelajagingga bosib o'tdi. Ko'rdingmi? Maftuna arkasiga. Nash yomonlar qo'shib qolib ketgan ekan. Bosh shumi? Katta kirisa shumi? Energetik degani energiya ishlab chiqarishga oid bo'lgan mutaxassis hisoblanadi. To'g'rimi? U qanaqa energetika turlari bor? Issiqlik elektr stansiyasi, gidroenergetika, atom elektr stansiyasi, quyosh energetikasi, shamol energetikasi, to'g'rimi? Gidroenergetika. Energetik mutaxassis shuni qancha ko'p samarali ishlab chiqarishni nima qiladi? Prognoz qiladigan odam. Endi mana shu energetikga vazifa qo'yildi. Biza qaysi hududda quyosh energetikasiga oid stansiya qurmoqchimiz? Shuni baholab bering dedi. Demak, birinchi o'tadigan shu mavzuyimiz hududlarni quyosh potensialini baholash darsi ekan. Nima ekan? Agar buni mag'zini tushunib olsanglar, istalgan hududdagi quyoshning potensial energiya bera olish kuchini nima qilarkansizlar? Bilarkansizlar. Shundaylar, endi mana to'liq mavzu shu, to'liq informatsiya degani sizlarga qanaqadir parametrlar beriladi. Maydon, to'g'rimi? Kun, lokatsiya, o'sha mavjud deyapti. Endi qabul qilgich maydonda quyosh qanaqadir yer sochyapti o'sha joyda. Berilgan S hududda, ya'ni qanaqadir kilometr hudud berilgan. O'sha A nuqtadagi mana yalpi resurs ko'rib chiqish. Mana bu yalpi resurs degani energetik ko'lamini baholash degani. Birinchi qabul qilgich gorizontal sirt degan tushunchani o'rganib olamiz. Quyosh energetikasida gorizontal sirt degani nima degan? Nomidan aytib turibdi. Yerga yo'q. Gorizontal sirt degan yer ustida turgan anaqa degani. Masalan, yer turibdi, istalgan nimada? Yer bilan tekis turgan istalgan maydon. Mana shu hozir maqolda gorizontal sirt desa bo'ladi. Bo'ladi. Nima uchun? Yer bilan parallel turibdi. Endi bu aytyapti, mana shu gorizontal sirtga tushadigan quyoshning potensialini aniqlab beradi. Masalan, quyosh ma'nodan nur sochadi. To'g'rimi? Qanaqadir mana kelyapti nur. Quyoshning nuri nima bo'ladi? Nechta qismga uchrardi? Yerda o'raydi. Yerdan qanaqadir biz gorizontal sirt olganmiz. Masalan, 1 metrga 1 metr olinadi odatda. Buni yuzasi nechi bo'ladi shunda? 1 metr kvadrat.
ya'ni S yuza bilan belgilasak 1 metr kvadrat. To'g'rimi? Endi chiqqan quyosh necha xil ko'rinishga uchrardi? Birinchisi nima qilardi? To'g'ridan to'g'ri kelardi, to'g'rimi? Shu qanaqa nur? Nima deyiladi? O'tgan semestr o'qidinglar. Hal ochilib. Ha, lokatsiya nimasini qarang. To'g'ridan to'g'ri nur demak qaranglar. Quyosh eslaymiz. Nima bo'ladi? Birinchisi to'g'ri tushadi. Ikkinchisi nima qilardi? Mana mabinda chang, bulut, tomchilar bor. Uriladida sochilib, yana nima qiladi? Tushadi. Uchinchisi nima edi? Tushib turib qaytadi. Endi biz mana uchinchi qismini ko'rmaymiz. Nima uchun? Chunki bu yerda, sirtda turganini ko'ryapmiz. Agar biz qanaqadir panelni ko'rganimizda, quyoshda mana tushyapti, qaytib turib yana panelga tushadigani bu orqa tarafdan. Shuning uchun hisobga olardik. Bizda hozir yerda o'zi bo'lgani uchun mana tushgan 3-nurni hisobga olmaymiz. Mana hozir quyoshdan nur chiqqan bo'lsa, birinchisi mana to'g'ridan to'g'ri tushyapti, ikkinchisi sinib tushyapti, uchinchisi nima qilyapti? Qaytib tushyapti. Biz o'sha uchinchisini hisobga olmaymiz. Demak, to'g'ridan to'g'ri tushgan nur mana bu yoqda keldida qanaqa, anaqalarga uchradi. Boyagi bulut, chang-panga uchrab, sinib yana hamga tushayotgandir. Shundaylarmi mana shu joyini? Endi mana shuni hisoblaymiz. Mana shunda umumiy tushgan nur opshi nima bilan belgilanadi? Gorizontal, global, gorizontal nima deydi? Irradiation deydi. Esladinglar mustaqil ishga topshirayotgan vaqtlar. Oddiy mana shuni aytib berguncha 2 soat vaqt sarfladi deydilar. Nima deykan? GH deykan. Gorizontal, global, gorizontal irradiation. Bu nima degani ekan? Mana shu tushgan sirtdagi hamma nur ichida to'g'ridan to'g'risi bor, sinib qaytgani bor. Shuning uchun GH nimaga teng desa, barobar formulasini yozamiz. Undan oldin mana buni komponentasini yozaylik. Buni nomini diniy deydi. Diniy nima degan? Men o'tgan safar o'rgatib o'tdim. Kim aytadi shuni? Boyaki bunaqa resurslarni ochib tanlov deylar-ki. Komponentlar chiqdi. Har birini sanab berdi deydi. Esladinglarmi? Kim aytadi shuni? Jasur? Ha? Gapir Jasur. To'g'ridan to'g'ri tushgan nurdan. Aha, nima? Direct normal nima deydi? Irradiation deydi. Bu to'g'ridan to'g'ri tushgandir. Shu joygacha savol beringlar ham. Burada hamma zo'r tushayotganda o'tiribdi. Kimda nima savol bor shu joyda? Bittada so'rayman. Yeni kamera degan konspektida bor. Hozircha shu masala. Hozir ma'nosini tushunib olaylik. Kim ma'nosida savoli bor? Endi qaranglar, mana bu to'g'ridan to'g'ri tushgandir. Qanday o'lchanadi? Odatda mana bu o'tuvdik asboblar. Nima o'lchardi to'g'ridan to'g'ri nurni? Nima ekan? O'qiganda bilasiz. O'qimagansiz siz. Jam o'tiribsiz. Shu parallel qo'yib o'lchanadi mana asbob bilan. Esladinglarmi? Ya'ni tushadigan nurga to'g'ri qo'yiladi. Shuning uchun ham mana bunga tushgan to'g'ridan to'g'ri nur asl kuchi bo'lmaydi. Ya'ni kuch kamayadi. Kamaygani uchun ham buni proyeksiyasini olamiz.
proyeksiyasi mana bu tarafdan tushgan nur bo'ladi. Ya'ni ikki qismga bo'linadi. Mana bu burchagi, nima burchagi deyiladi, o'tuvdik. Ya'ni quyosh tushyapti, qanaqadir nuqta bor, tekis chiziq ko'tarsa, bu burchak nima bo'lardi? Mana bitta odam turibdi deydik. Shuni tepasidan allaqachon. Ha, yashaydi. Nima edi? O'qiganda burada gapiradi. Zenit burchagi. Shuning uchun mana bu yerdagi burchak ham zenit burchagi bo'ladi. Mana bu tushadigan qismi esa diniy ko'paytirilgan kosinus nima bo'ladi? Z bo'ladi. Shuning uchun komponentdan qo'shamiz. O'tmaylar, tushuntirib beraman. Vahimga tushganda bo'lamsizlar. Bu nimadir? Taqagan nur diffuziya nur. Nima deyilardi? Men o'tdim sizlarga. Dixiy deydi. Nima degani bu? Diffuz. Assalomu Xo'p, demak sochilgan nur nima deyilar ekan? Dixiy deyilar ekan. Bu endi qanaqadir murakkabga o'xshaydi, to'g'rimi? Dixiy. Bu global nomlar. Hamma o'sha meteorologik tashkilotlar quyosh energetika joylarida xuddi mana shunday ifoda bilan ifodalanadi. Hozir men qishloqchasiga sochilgan nur, to'g'ri nur, global nur desam, bu tarafda nima gap topolmaysan. Shunday ekan, hammasi dixiy bilan belgilanadi. Demak, dixiy, ya'ni global mana shunga tushgan hamma nur to'g'ridan to'g'ri tushgan nurning proyeksiyasi plus nima ekan? Diffuz. Sochilgan nurning, ya'ni sochilib tushgan nurning yig'indisidan iborat ekan. Mana shu formulani menga xuddi shunday aytib berasiz. Kelishdi? Endi biz mana bu dixiyni qanday o'lchaymiz? Ikkita usul bilan o'lchaymiz. Birinchisi asbob bilan. Qaysi asbob bilan? Global nurni qaysi asbob bilan o'lchaymiz? Yo'q. Piranometr. Piranometr nima o'lchaydi? Diniyni o'lchaydi. Globalda parametr o'lchaydi. Parametrmi? Ha, deydi. Bu birinchi usul, ikkinchi usul qaysi usul? Biza bajarib o'tgan safar. Demak, nima ekan? Saytlardan olingan ma'lumotlar. Ular qanday o'lchaydi shuni? Ha? Alohida bir lokatsiya tanladik, o'shanda gnisi ham bor, dixisi ham bor, shixisi ham bor, hamma narsasi bor. To'g'rimi? Qaysi saytida shu? Global Atlas, Solar Atlasiga, izlaringizga ham o'tdi, yangi kelganga o'xshaysizlar. Bajaruvdinglar biz mustaqilish. O'sha saytda mana bu har bir lokatsiya bo'yicha aloqalarga qarab o'lchaydi. Osmonda nima yuradi? Sun'iy yo'ldosh, sputniklar. Har bitta tumanda, viloyat kesimida meteorologik tashkilotlar bo'ladi. Kuchli sayyohlar portallar qo'yib tashlagan, o'shalar aniqlaydi. Shu yergacha kimga savol bor? Hamma shuni oldimi ma'nosini? Istalgan gorizontal sirtga tushadigan global nurlanish qanday o'lchanishi? Shunday Mehruz salbal yetib kelyaptimi? O'zi niyat nima o'qishdan? Sohadan ketishmi yo prosta diplom olishmi? Germaniya? Aldaydi, inshaalloh. Orasan?
100 ta joyga 10 mingta kishi kurashadi. Sen nima yetib bilaversan. Xo'p, keyingisi. Gixi. Birligi watt metr taqsim kvadrat. Nima degani watt metr taqsim kvadrat? Sizlar ochiq ketasizlar. Eshikni bu yoqgacha. Nima degani watt metr taqsim kvadrat? Ya'ni 1 metr kvadrat yuzaga tushadigan nima? Watt nima? Quvvat. Shuning uchun ham Gixida quyosh quvvat zichligi deydi. Shundaylarmi? Ilmiy anaqasi. Buni aniqlashtirib oldik. Yo asbob bilan aniqlaymiz, yo saytdan olamiz. Ikkinchisi bizga kerak bo'ladigan H deydi. Bu yo'q, bu balandlik emas. Bu energiya zichligi deydi. Formulasi kim mas formula menga izohlab beradi. Summa Aha. bu dersada taqsim. Aha. Gorizontal sirkashga Yuzda emas. Menga Energiyasini, quvvat zichligini menga bo'layapmiz, to'g'rimi? O'sha menga quyoshdan kelayotgan sifatga olingan javob. yo'q. Demak, bu degani nima degani? Birinchi mana mingni izohlaymiz. Mingga bo'lingani bu kilovattga aylantirib oladi. Shundaymi? Mana bu watt metr kvadrat. Lekin mana bu hashni, ya'ni energiya zichligini birligi kilovat. Kilovat taqsim metr kvadrat bo'ladi. Mana shu qismi uchun buni mingga bo'lib oladi. Endi bu bunday olib qaraganda dehqoncha yozsak, hash degani har bir soat uchun gixilarni qo'shib chiqish degani. Shundaylarmi? Summa umumiy zamon. Bu nima? Agar qarang, ikkalasi farqini tushuntirib beraman. Biz hozir asfaltda mana shu qanaqadir joyga quyosh nuri tushyapti. Shu vaqtda tushganining miqdori gixi bo'ladi. Endi 1 soat o'lchadik, 1 soat qanaqadir gixi bir. Shundaylar. 2-soatga qanaqadir gixi o'zgaradi, quyosh kuchayotgani. Gixi 2 bo'ldi. Mana shu soatlarini yig'indisi nima berar ekan? Energiya zichligi. Ha, energiya zichligi berar ekan. Shundaylarmi? Kim shunday tushunadi? Mana shu bo'yicha bosib hisob qilamiz. Savol beraylik, savol. Hozir savol ber. Kechasi bilan Instagram tizkilagan kunduzi uyqusi o'tirasan. Sevgi dardi, qiynalgan vaqt yo'q. Nima men tashlab ketdim, yig'lamaysan? Yig'lama. Nima qilasan qizlar ketdilar. Qizlar bir yalqonchimiz. Xo'p, endi biz o'sha mavzuni asosiy yuragiga kelyapmiz. Bizdan nimani so'ragandi? Yalpi energiya resursini. Ya'ni yalpi resurs degani. Yalpi resurs degani berilgan maydonning quyosh potensiali qancha degani. Shuning uchun mana bu chiqqan hashni biz nimaga ko'paytiramiz? Berilgan maydon. Ya'ni yalpi energiya resursiga ko'paytiramiz hashni. Nimaga? Berilgan maydonga. Endi aytadi, masalan, birdan misol ko'rib ketamiz. Gixida o'lchadi, saytda oldi. O'sha dalni время 1-soatda necha ekan? 500 watt metr kvadrat tushayotgan ekan. Soat 12 ga qarab o'tyapti. Demak, kuchaydi bu. 8 watt metr kvadrat bo'ldi. 3-soatga sekin tushyapti. 600 watt taqsim metr kvadrat bo'ldi. Quyoshning potensial zichligi. Endi bu har bitta soat uchun gixilar, to'g'rimi? Endi biz mana bu 3 soatdagi energiyani ko'ramiz. Shunda nima bo'ladi? Nimasi bo'ladi?
yig'indisi. To'g'rimi? Nechi bo'ladi? 500, 800, 600. 1900 nima? 1.9. Yashang. Nimadi? 1.9 bo'lmas. Kilovat taqsim metr kvadrat 3 soat uchun. Endi mana shu 1 kilometr 1 kilometr hududdagi yalpi resursini top deydi. 1 kilometrda 1 kilometr kvadratni nimaga o'tkazamiz? Metr kvadratga nechi bo'ladi? 1 million, to'g'rimi? Qanday o'tkazishni bilasizlar? Kurs beradimi? Kurs berasiz. Kvadratga 1000 bo'ladi, kvadratga oshirishda xuddi o'sha sonni Yashang. To'ppa to'p. Endi mayli, siz bilasiz, bilmaganlar uchun kurs betaman. Qarang, 1 kilometr kvadrat degani metrga o'tkazmoqchimiz. Detskiy usul. Kilometr ajratib olamiz. Kvadrat degani nechta degani? Ikkita. Kilometr. To'g'rimi? Yo'q, bunaqasi kvadrat kvadrat. 1 kilometr o'rniga nima qo'yamiz? Yashang. 1000 metr ko'paytirgan 1000 metr. Barobar ikkita 1000 1 million. Ikkita metr metr kvadrat. Metr kvadrat. Endi 1 million kvadrat metr kvadrat 10 darajada nima bo'ladi? 5tasini sanaymiz 0 dan. Har bir 0 sanaymiz. 1 2 3 4 5 6. Demak 10 ko'paytirilgan 6 nima ekan? Metr kvadrat. Mana berilgan hudud 1 kilometr edi. Biz buni nimaga aylantirdik? Metr kvadratga aylantirib oldik. Endi yalpi resursga qo'yamiz. Bo'ri sevmasdan. Qani bu? Shuni qo'llasan? Hadi biz bitta internet chiqib ketasan. Mashhur bo'lib ketasan. Sen bilasan deydi. Sen bilasan. Endi mana bu o'rniga qo'yamiz. Bizda qanday edi? 1.9. S nima bo'ldi? 1 bilan yozaylik. Minus 4 qayerdan keldi? Nima bo'ladi oxirdagi birlik? Kilovat o'zi bo'ladi. Metr kvadrat. Yeniki yalpi resursni birligi kilovat. Shundaylar metr kvadrat yo'q. Endi mana metrlar qisqarib ketdi. Bu nima degani? 1.9 ko'paytirilgan 10 darajasi 6 kV kilovat yoki 10 bor, 10 darajasi 6 bor. K o'zi nechi? 10 darajasi 3mi? 10 darajasi 6 bilan 10 darajasi 3 nechi bo'ladi? 1.9 ko'paytirilgan 10 darajasi 9. 10 darajasi 9 nima degani? Giga degani, to'g'rimi? Demak, giga nima bo'ladi? Watt ekan. Mana endi so'raydi. Mana shu hududda yalpi resurs quvvat qanday ekansa 1.9 giga watt ekansiz. Shundaylar bugungi mavzuda yuragi shu. Kimda nima savol bor? Birliklarda adashmadinglar? Birliklar yaxshi bilib oldinglar. Hamma birlikda adashadi. Demak, GH watt metr kvadrat, H kilowatt metr kvadrat, yalpi resurs kilowatt o'zi. Endi quyidagicha misolda ishlasizlar. Mana anaqa berilgan. Nima bu? Qanday jadval qilinadi? Soat bo'yicha berilgan. Masalan, mana bu soati bu shahartagi o'lchangan GH'si. Demak, soat 9 dan 10 ga o'tarda GH 100 bo'lgan ekan. 10 dan 11 ga
ko'tarilgan ekan. 11 dan 12 da yaxshigina ko'tarilgan ekan. Birligi nima? Vatt taqsim metr kvadrat. Shu bo'yicha berilgan jadval bo'yicha energiya zichligi va yalpi resursni topinglar. Davay, hamma bajarsin. Tezlashamiz. O'z qaysini bajarmasang, kapalov yeysan. Endi birinchi bu nima bo'lar ekan? 0,6 vatt taqsim metr kvadrat. Yo'q, vatt taqsim emas. Nima? Kilo. Birlikdan adashtiriladi. Bu nima bo'ldi? 1,8. Qanday bo'ldi? 1,8 gigawatt. Giga nimadi? Davomi bormi? Nima davomi? Davom yo'q-ku. Davom bor deysiz. Endi qisqacha aniq qilib ketaylik. Mana kilo nima degani? 10 darajasi ustigan, to'g'rimi? Любой donga kilo bo'lsa, mana 10 darajasi ustigan bo'ladi. Bu nimadi? Ming. Keyingisi nima keladi? Mega. Yashaydi. Ko'p kishi mana shu harflardan adashadi. Bu nechi degan? Aha. Nechi? Million nima edi? Keyingisi? Giga. Nima bo'ladi? Katta G harfi. Uni usti 9. Bu nima degan? Aha. Birdan keyin 9 degan. Aha. Nima qoldi? Tera. Tera. Nima degani? Aha. Nechta bu nima degani? Birdan keyin 10 degan. Milliarddan keyin nima keladi? Trilliard. Fitvillionta deydi. Shunchini ham aytadiki mana gigabayt, terabayt flash keladi. Nimadan kelib chiqqan? Mana shu narsadan kelib chiqqan. Nima? Mana savol bor. Ha? Hamma shundan. Bugungi mavzu shundan iborat. Endi qaranglar, sizlarga oxirgi meni aytib ketay. Yakunlovchi. Biz mana yalpi resursni aniqladik, to'g'rimi? Qanaqadir 18 mana gigawatt chiqdi o'sha hudud uchun. Bu nima degani? Prosta quyoshning potensiali degani. Quyoshning shu hudud bo'yicha energiya potensiali degani. Energiya potensiali. Bu degani biza shuncha energiya oldik degani emas. Bu degani biza shuncha energiyani elektrga aylantira olamiz degani emas. Bu shuncha quvvati bor degani. Ha, agar polni zo'r ishlatsa, masalan, mana bu quyosh panellarining samaradorligi yana ham ko'tarib ketsa, bemalol shuncha energiya yotibdi degan. Tushundingizmi? Endi hudud bo'yicha ham xuddi shunaqa. Masalan, mana 3 kilometr uchun anaqa beryaptiki, prognoz beryaptiki. 3 kilometrda hammasi xuddi shunaqa degani emas. Chunki 3 kilometr har xil bo'lishi mumkin, baland pastliklar bo'lishi mumkin. Qanaqadir binolarda soyalilar bo'lishi mumkin. Qisqasi nimasi-ku? Faktori ko'p. Biz hozir nimani aniqladik faqat? X maydon uchun quyoshning potensialini aniqlashni o'rgandik. Keyingi darslarda sekin-sekin yana chuqurlashuvlarmiz. Shunday qilib bugungi mavzu yakunlandi. Savollar yo'qmi? Mavzuni tushuntirguncha bir muhim detalni tushirib qoldiribman. Hozir shuni tushuntirib o'tib ketaman. Biza GH haqida gaplashdik, to'g'rimi? GH nima edi bu? Quyoshning oniy holatdagi quvvati. To'g'rimi? Quvvat zichligi desak ham bo'ladi. Ya'ni vatt taqsim metr kvadrat. Quyoshning ayni daqiqada
belgilangan maydonda nimasi tushib turgan quvvat zichligi ayni daqiqada. Shuning uchun ham vatt taqsim metr kvadrat olingan, odatda 1 metrga 1 metr kvadrat hudud uchun bu amal qiladi. Masalan, agar GH'miz 600 vatt taqsim metr kvadrat bo'lsa, shu daqiqada, shu soatda 1 metr kvadratli shu nuqtada, shu maydonda 600 vatt taqsim metr kvadrat nima tushayotgan bo'ladi? Quyosh quvvati tushayotgan bo'ladi. Endi quyoshning energiya zichligi deydi, to'g'rimi? Bunday olib qaraganda bu o'sha vaqtda yig'ilganlari, qanchadir vaqtda yig'ilganlarini hisobi bo'ladi. Formulada summa GHI taqsim 1000, ya'ni kilovattga o'tkazib oldik va men tushirib qoldirgan joyim delta T, vaqtga ko'paytirish mana shu joyini tushirib qoldirgan ekanman. Demak, masalan, mana shu 600 vatt metr kvadrat, vatt taqsim metr kvadrat quyosh quvvati 1 soat tushib turgan bo'lsa, unda uning energiyasi qanday bo'ladi? 600 taqsim 1000 ko'paytirilgan 1 soat bo'ladi. Shunda 0.6 nima bo'ladi? Kilovatt ko'paytirilgan H bo'ladi. Bu H hour degani, ya'ni soat degani. Hour degani soat degani, to'g'rimi? Ya'ni 1 soatda yig'ilgani uchun. Tushundinglarmi? Shuning uchun ham mana shu joyini men tushirib qoldirib, bunda ham kilovatt taqsim metr kvadrat deb ketaverganman. Lekin nima bo'lar ekan? Kilovatt H taqsim metr kvadrat bo'lar ekan. Energiya zichligining, ya'ni H ning birligi, ya'ni 1 soatda 0.6 kilovatt metr kvadrat anaqa tushgan bitta. Anaqa tushgan, quyoshning quvvati tushgan. Agar shu 600 vatt taqsim metr kvadrat energiya quvvatimiz yarim soatda tushgan bo'lsa, yarim soatligini hisoblagan bo'lsa, unda bu mana formulada necha bo'ladi? 0.5 bo'ladi. Shunda 0.6 necha? 0.3 kilovatt H taqsim metr kvadrat bo'ladi. Endi aytyapti 2 soatda, demak 2 soat bo'ladi. Endi boshqacha formulada keladi. Misol uchun, birinchi soatda misollarimizda bor. 600 vatt taqsim metr kvadrat tushdi. Ikkinchi soatda esa nima tushdi? Misol uchun mana 200 vatt taqsim metr kvadrat. Birdan bulut kelib qoldi deylik. Bulut bo'lsa bu kamayadi, to'g'rimi? Shunda uning H'ini hisoblang desa, H'ini, energiya zichligini. Demak, bu 1 soatmi, 2 soatmi? Odatda T1 1 soat, T2 ham 1 soat bo'ladi. Formuladan mana bu formulani ochib olsak, hop shu formulani. Shunda GHI1 nima bo'ladi? 1000 ko'paytirilgan T1 plus GHI2 1000 ko'paytirilgan T2 bo'ladi. Buni olib shu qo'shib olsak, demak 600 taqsim 1000 ko'paytirilgan 1 plus 200 taqsim 1000 ko'paytirilgan necha? Yana 1 soat. Shunda 0.602.08 birligiga e'tibor beramiz. Kilovatt H taqsim metr kvadrat bo'ladi. Demak, shundaylar har bir vaqtga qo'shilar ekan. Necha soat davom etdi? Misol uchun mana 3 soat degan bo'lsa, 3 ga ko'paytirib olsak ham bo'ladi yoki 3 da 0.6 ni qo'shib chiqsak ham bo'ladi. Oxiridagi birligi yana qaytaramiz. Kilovatt H soat taqsim metr kvadrat. Endi shu joyida yalpi resurs
To'g'rimi? Yalpi resurs nima edi? Hning ko'paytirilgan s kvadratga yuza maydoniga. Misol uchun mana bu 1 soat 600 tushdi, ikkinchi soat 200 tushdi. Shu 2 soat davomida 1 kilometr kvadrat maydonning yalpi resursi qancha deyapti. Demak, bu Hni hisoblab oldik bizaga 0,8 kilovatt metr taqsim keldi. Endi S'imiz boyagida nima ekan? 1 kilometr kvadrat ketdi. Ko'paytiramiz 0,8 kilovatt H taqsim metr kvadrat ko'paytirilgan necha? 10 darajasi 6, to'g'rimi? Metr kvadrat. 2 metr ketadi-da, nima bo'ladi? 0,8 kilovatti bor, 10 darajasi 6 megani bersa, kilovat, ya'ni 10 darajasi 3 plus 10 darajasi 6, 10 darajasi 9 bu gigani beradi. To'g'rimi? Demak, gigawatt nima? H ifodani berar ekan. Demak, to'liq shundaylar deb o'ylayman. Ozgina shu kamchiligi qolib ketgan ekan, lekin atak natijalarimiz bir xil chiqqan.